Alo, Nabi. Ha, hali Bashir bilan menga telefon qilsa, menga qaragan, sabab bilan Nabi eshit, iltimos. Kechira qolgin meni. Kim xato qilmaydi? Hammada bo'lib turadi, bilmay jahlim chiqib ketib baqirib yubordim-da. Boshqa unaqa qilmayman, Nabi. Kechira qol, iltimos. Hozir uying tagida men senga sovg'a olib keldim, chiq. Sovg'a? Ha, sovg'a. Chiqasanmi? Bo'ldi, chiqa qol tezroq. Nabi. Nima sovg'a olib kelding, ber, ketaman. Xola so'ramaysanmi? Sovg'a. Sovg'a. Kechasi bilan shu urushganimizdan keyin yig'lab chiqmagani aniq-ku, shu jahl qilib uxlamagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun senga zo'r sovg'a olib keldim. Ko'zlaring tegi qoraygan bo'lsa, senga bunaqa nimaligini bilasanmi buni? Yo'q. Bilasanmi? Aksessuardan ko'zlarni tegini oqartiruvchi krem jonidan mashina sursang hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat bo'ldi, kechirdim seni. O'zi Kamron qizlarning narsasiga unaqa zo'r tushmasa ham bu safar yaxshi narsa tanlashni bilibdi. Shunaqa teylari qorayib ishib qolgan ko'zlarimni qanaq qilib xuddi shunaqa rezultatga olib kelganimni hozir sizlarga ko'rsataman. Aksessuardan ko'z atrofi uchun sivritka. Lekin bu mo'jizaviy bir narsa sizlar o'ylayotganchalik oddiy emas. Bu krem mayda chiziqlar va ajinlar paydo bo'lishini kamaytirishga yordam beradi. Ko'z osti ishchi va qorong'u doiralar bilan ham kurashadi. Namlanish va elastiklikni yaxshilashga xizmat qiladi va teri sezgir bo'lsa ham mo'tadil formulasi bilan ishlashni umuman to'xtatmaydi. Rezultatni esa birinchi ishlatganni o'zidayoq sezasizlar.